Assalomu alaykum jigarlarim. Nima gaplar, kayfiyatlar yaxshimi? Hammasi chiki-chikimi, joyidami bolalar? Bilaman YouTube ga anchadan buyon ko'p video qo'ya olganim yo'q. Endi Xudo xolasa ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Endi oila, ro'zg'or deganda pul topishimiz kerak. Biz YouTube dan reklama tushmasa pul topmaymiz. Misol monetizatsiya bizga uncha pul to'lamaydi. Undan tashqari Mr. Beast videolari uchun ham umuman bizga pul to'lamaydi. Va shu uchun men tradingga qiziqib turibman. Bolalar, tradingga menga bitta ilovani tavsiya qilishdi. Packet Ocean ilovasi bolalar, mana ko'rishlaring mumkin. Bu juda ham oddiy, oson bo'lgan приложение. Bunda registratsiyadan o'tish bemalol shunaqangi oson, вообще Google, Facebook, pochta orqali bemalol shunaqangi oson tarzda registratsiya qilsalaring bo'ladi. Undan tashqari depozit qilib tiqqan pullaringda va oshirishlaring mumkin. Buning ichida boshlang'ich va professionallar uchun demo shotlar bor. Bemalol o'zlaring qanaqa ishlash, qanaqa savdo qilishni o'rganishlaring mumkin va depozit qilib topgan pullaringni hech qanaqa komissiyalarsiz tezda oson shundan chiqarib olishlaring mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana yozib bergan ma'lumotlar berib qo'ygan. Mana Packet Option qaranglar. Packet Option'da shunaqa qulayliklari bor mana. Bu safar aprelda Packet Option'ning tug'ilgan kuni munosabati bilan $1 million qiymatli mukofot fondi o'ynalar ekan. Короче, $50 depozit qilganlar uchun bunga bilet taqdim etilar ekan. $50 depozit qilganlarga va qanday qilib yutish imkoniyatini oshirish, mana aytdim, yozib bergan mana. $25,000 gacha mukofot o'yinini taklif qilishi mumkin va siz $1000 gacha balans yoki $100 hech qanaqa risksiz savdo qilsangiz yoki depozitlar uchun bonuslar olasiz. Bu bilan o'zingizni yutish imkoniyatingizni oshirishingiz mumkin. $1 million orasidan qanchadir chiqib qolsa, vashi ishkalati bu bolalar. Bilmagan narsaga pul tikish bu jinnilik bu. Lekin bilgan narsangizga pul tiksangiz, misol o'rgansangiz, tradingda o'quv kurslarida yozilib o'rgansangiz, hozirgi kunda traderlar juda ham kuchayib ketgan. Misol mana menga hozir promo kod taqdim etishgan bu platforma. Misol promo kodim mana, promo kodim shu yerda turibdi bolalar. Bemalol QR kodlarimgacha mani promo kodim bilan bemalol registratsiyadan o'tsalaring, o'zlaringiz tiqqan depozitlarini, birinchi depozitlarini 60% gacha ko'paytirib olishlaring mumkin. Undan tashqari mani QR kodim orqali bemalol ilovani yoki pastda opitsiyada yozib qo'ygan havolam orqali ilovani yuklab olib, bemalol mani promo kodim orqali kiringlar, registratsiyadan o'tinglar, tas pulni boqinglar bolalar. Короче, men ham qiziqib turibman, harakat qilyapman bolalar. Men ham ashetta ishlashga hozircha demo shotdaman. Короче, demo shotda tas qilib Xudo xolasa sizlar bilan pulni boqamiz jigarlar. Xullas, shunaqa yangiliklar bolalar. Inshaalloh o'zim bilganlarimni, bilmaganlarimni sizlarga ham bo'lishib borishga harakat qilaman. Bo'lmasam, gapni cho'zib bilaman. Videoni boshladik. Bu yerda tuganmas bitmas juda ham ko'p pullar bor va bu pullardan qanchasini o'zingga sig'dira olsang, u pullar seniki va xohlasang cho'ntagingga, xohlasang kiyimingga sol. Menga buni farqi yo'q. Qachon boshlaymiz? Hoziroq. Yo'q xudoyim, bularni qanday qilib ko'proq joylashtirishim mumkin? Qayeringda bo'sh joy bo'lsa solaver. Va endi sen o'rningdan tur, qancha pulni sen o'zingga sig'dira olar ekansan. Keyin yana ozgina pul qo'yamiz. Mana bir dona, yana bitta, yana qo'yamiz, yana. Hop, bo'ldi, yetadi. Bu $2000 ni qo'ysamchi? Oy, yaxshi, mayli. Oy. Hozir sen hammasini yo'qotishingga oz qoldi. Yo'q. Endi sen $6751 ishlab olding. Yaxshi. Men bu axlat qutini sevaman. Bu bizga qarayotgan ofitsiant. Bu pullarni sizni patnisingizga qo'yamiz. Qancha ko'p ushlasangiz, u sizga. Lekin bir donasi tushib ketsa, hammasini yo'qotasiz. Hammasini. Oho. Siz bu yerda 5 yildan beri ishlaysiz. Sizga choy chaquv uchun eng ko'pi qancha berishgan? $200. Yomon emas. Yana bitta. O, yaxshi. Yana bitta. Endi u yerda 8000 bo'ldi. Aha. Qancha bo'lsa to'xtatasiz? Hozircha bilmayman. Qancha ko'tara olsam shuncha. Sen meni qo'rqityapsan. Oho, balandligini qara. Sen xohlagan vaqtingda bo'ldi deyishing mumkin. Mayli, yana bitta. Yaxshi, mana. Yo, xudoyim. Endi 3 ta bo'lib ketdi. Bo'ldi, mayli to'xtat. Yaxshi, u to'xtang deb aytdi, mayli. Va biz buni qilayotganimizda oshxonada nima bo'layotganini kuzatib turishdi. O'zimni noqulay his qildim. Shuning uchun ularni o'zimning omborimga chaqiraman. Ular hayron bo'lib orqamdan kelishyapti. Begonalarga ergashmang bolalar. 1 minutning ichida bu sumkalarga qancha pul sig'dira olasiz? 59, 58, 57, 56, 55 sekund vaqt qoldi. Ular xuddi pulga kalla otishdi.
Endi men vaqt qo'ymaganim sababli mayli to'xtata qolamiz. 5 4 3 2 1 mayli to'xtadi, vaqt tugadi. Qani, u xo'jayiningmi? Maylimi gaplashsam? Ishchilaringizni olib ketganim uchun uzr. Ular qoplarini pullar bilan to'ldirishayotgan edi. Ishchilarimni qaytarsak maylimi? Ishchilaringizga qo'shib bir qop pul olishni xohlaysizmi? Yaxshi bo'lardi. Mana shular, buni xo'jayiningga olib bor. Ha, yaxshi. Omad. Bu ikkala somkada 25 ming dollardan pul bor. Qani, kamerani bu yoqqa ber. San ham ber kamerani. Endi bu yerga kel. Qani, bu somkalarni ko'taringchi. Pul shunaqa ham og'ir bo'ladimi? Ha, pul shunaqa og'ir. Bunda 20 kilogramm pul bor, bunda ham 20 kilogramm. Kim birinchi bo'lib bu somkani yerga qo'ysa, u o'yinni yutqazadi, lekin videoga ham olishingiz shart. Raqibimni qara. Bu og'ir ko'tarish bo'yicha dunyo chempioni. Sen juda ham qisqacha gapirding. 4 karra dunyo chempioni. Ha, 4 karra dunyo chempioni. Biz bu yerga kamaro qo'ydik va uni tutqichi ham bor. Va sen uni ko'tara olsang, bu mashina senga. Men buni ko'tarishim aniq. Sanda oldin biz buni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Qani? 3 2 1. Ozgina ham jilmadi. Biz bolalar bilan buni ko'tara olmadik, buni bilardim. Albatta bu juda ham ajoyib mashina. Yuguradi. Men kamaro nech kiloligini bilmayman, bu yerga montajyor chiqarib qo'yadi. 4 karra og'ir ko'tarish bo'yicha jahon chempioni bu kamaroni ko'taradi. Uddaladi. Ha. Endi siz ikkalangiz ham mashinaga o'tirib oling. A menchi? Mayli sen ham. O, yaxshi. Yaxshi. Qanonunchisi. Ha, uddaladi. Endi buni hamma kutyapti. Qani, mashinangizga o'tiring. Hamma ham senga o'xshamaydi. Kattaligini qara. Ana, endi eshigini yopamiz. Yaxshi. Men hech qachon mashinaga o'tirish ko'tarishdan qiyinroq bo'ladi deb o'ylamagandim. Mayli, ketdik keyingisiga. Bizda juda ham ko'p iPhone'lar bor va bu yerda 4 burchak. Va sen bu 4 burchakning ichiga iPhone'larni terib chiqishing kerak bo'ladi, qancha mumkin bo'lsa. Mana bu yerda hammasida bor. Yangi iPhone'lar ichida hech qanaqa ochilmagan. Unda meni eski telefonim kerak emas. Nega uni deb yubording? Hammasi joyida. Deb yuboradi deb o'ylamagandim. Har bir iPhone o'rtacha 1000 dollar turadi. 9, 10, 11, 12, 14 ta bo'ldi allaqachon. Turishiga ishonching komilmi? Yo'q, men bu yerga juda ham yaxshilab beryapman. Oy, shoshma. Agar birortasi tushib ketsa, sen hammasini yo'qotasan. Men seni shunchaki ogohlantirib qo'yapman. Yiqilmaydi, Ha, hammasi joyida. Harik, nega bunchalik kamerani pastdan ushlayapsan? Iltimos, teparoq ko'tar. Ha, bir soniya hozir. Menimcha yetarli. 31 ta iPhone. Ha, mana shunda. Bo'ldimi, to'xtatasanmi? Yo'q, yana bir dona qo'ysa hech qanday yomonlik bo'lmaydi. Qimirlama. Yaxshi. Bo'ldi, endi yetarli. Yaxshi, men uddaladim. Ha, yaxshi, tabriklayman. Ikkita iPhone nega kerak bilmadimmi, lekin yutib oldim. Frek, mana bu yerda pullar bor. Sen xohlaganingcha so'rab, bu yerga solamiz, faqat o'zing ko'tara olganingcha. Mana bu 1000 dollar. Va sen buni ko'tara olsang, bularni hammasi senga. Buni og'irligini qayerdan bilaman? Hech qayerdan. Sen menimcha 10 ming dollar ko'tara olasan. Menimcha ham shunday. Savatda 10 ming dollar bo'ldi. Endi keyingisiga ham 10 ming dollar solamiz. Adolatli bo'ldi. Endi bu yerda 21 ming dollar. Bu juda katta pul. 22. Boshqa kerak emasmi? Ishonching komilmi? Yetadi. Yetadi desang mayli, lekin 100 ta qo'yishimiz mumkin yana xohlasang. Yo'q, mayli, hozircha yetadi. Yo'q, xudoyim. Qani, endi 2 marta ko'tarishing kerak bo'ladi. Mayli, xo'p. Qani, bo'la qol. Ha, uddalaysan. Mayli, bir marta ko'tarsin. Bir xil ushla. Qani ko'tar. Ko'tar olmayapman. Qani ko'tar. Tugadi. U senga yordam bergani uchun endi sen bu bitta savatni olmaysan. Unisini olishing mumkin. Qo'yil. Endi bildim, pul juda ham og'ir ekan. Ishonching komilmi? Ha, ko'tara olaman, unchalik og'ir emas albatta. Ha, ko'tarib tura olsangiz ular sizlarga. Ishlar qalay bolalar? Yana bizda 5 soat qoldi. Yengil ko'taramiz. Tarik yengilmi? Agar men ha desam yolg'on gapirgan bo'laman. Sen hammasini bilasan, bu yerda o'zingga siqqancha ol. Endi men ishtonimni ichiga solaman. Sen atalab bilgandek uzun paypoqlar kiyib keldingmi? Ha, ko'proq soling bolalar. Chris Nolanning ishtoniga pul solishini videoga olamiz deb o'ylamagandim. Men chuqurroq solishga harakat qilaman. Chris juda ham xursand. Ey, o'g'riyapti. Bu yerda juda ham ko'p pullar va unga yaqinlashgan holatda bu yerda lazerli yo'lak. Bu yo'lakning oxirida mashinaning kaliti ham bor. Agar sen uddala olsang hammasini olasan, agar lazerga tegib ketsan yoki dollardan birortasi tushib ketsa, sen hammasini yo'qotasan. Men albatta uddalayman. Qani Nolan, ko'ramiz. Qani bo'la qol Nolan. Qani? Ha. Uddalaysan. Bo'la qol. Yo'q.
yo'q. Bilaman, senga og'ir, lekin pullarimni qaytar. Qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Va keyin biz zargarlik do'koniga bordik va ishtirokchiga juda ko'p uzuklarni saqlash mumkinligini aytdik. U qo'liga qancha sig'dira olsa. Nima uchun unga uzuk sovg'a qilmoqchi bo'lganimni bilmayman, chunki buni o'zi 7300 dollar turadi. Agar unga mos kelsa, uni olish kerak. Va u qo'liga uzuklarni taqa boshladi va hamma taqqan uzuklari 25000 dollar bo'ldi. Bu qizni bitta barmog'iga siqqan pul sani kun bo'yi ko'tarib yurgan so'mdan qimmatroq. Bitta barmog'ida 25000 dollar ushlab turibdi. Sen esa 20000 dollarni ko'tara olmayapsan. Uzukka alishtirsam bo'ladimi? Yo'q. Bu basen to'la Orbes. Men ham shu yerdaman. Nimaga u bunaqa? Mana bu paketlarning har birida 10000 dollardan pul bor. Arben, senga qiziqmi bu basenga to'la Orbesligiga? Qaniga? Biz bu basenning orasiga 100,000 dollar pul yashirdik. Sen buni topa olasan degan umiddaman. Albatta topa olaman. Yaxshi, seni izlash uchun 60 sekund vaqting bor. Ehtiyot bo'l. Topdim. U yoq uloqtir. Yana topdim. Men bu yerda nimadirga tegyapman. U meni ushlayapti. Men uning oyog'ini ushlabman. Mana topdim. U yana bittasini topib oldi. Oz vaqt qoldi. 5, 4, 3, 2, 1. Bo'ldi, tamom. Vaqt tugadi, qani ko'rchi. Ishonchim komil, sen oxirgisini otib ulgurmading, lekin sen 40,000 dollar yutib olding. Tabriklayman. Men buni uddaladim. Bu idishda Rolex soat bor. Bu yerda Chandler va Kristan ikkalasidan bittasini tanla, ular summa tushadi. Agar sen tanlagan odam yutsa, bu senga. Buni tanlasam ekan, qani qaysi birini tanlasam ekan? Xayr, mayli, tanlayman. Mana bunisini. Mana bunisini? Ha. Endi biz kimni tanlaganini bilamiz. Qani ko'zini ochamiz. Voy, buncha yorug'. Menga haqiqiy bellashuv kerak. Kim birinchi bo'lib yiqilib tushsa yoki bu tuzoqdan chiqib ketsa, u yutqazadi. U tanlagan odam yutsa, unga Rolex beramiz. Sizlarga ham pul kerakmi? Yutganning onasiga 10,000 dollar beraman. Yaxshi. Boshladik. O'zingizni ko'rsating, qani? Yo'q. Nafaqat seni onang 10,000 dollar oldi, balki u Rolexni ham oldi, chunki u seni tanlagandi. Qo'yil. Biz hozir sumo o'ynalgan ringda turibmiz. Hozir siz pulni shunchaki o'rtasidan bo'lishib olasizmi yoki kurashasizmi? Men bilmadim, raqibim nima desa shu. Kurashamiz. Bu yerda ikkita bellashuvchi va orqalarida 25,000 dollardan pul bor. U 8 soatdan beri osonroq turibdi, to'g'rimi? Qani qo'l beramiz? 25,000 dollar. Boshladik. Ha? Tarik, bo'la qol. Tarik. Mana shunday. 25,000 ni yutqazding. Agar bu kanalga odamlar ko'proq obuna bo'lsa, senga u pulni beraman. Bolalar, iltimos obuna bo'ling.